Assalomu alaykum, Kripto TJ kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribmisizlar? Do'stlar, hozir bir ikkita saytdan pul chiqarib ko'rsatamiz. Ja ko'p emas u, ozdan, lekin borini chiqarishga harakat qilamiz, ko'rsatib berishga. Самое главное, birinchi BNBni ko'ramiz. Hozir BNBda minimalka mana birda joyda 2 bo'lishi kerak. Hozir minimalkani ham ko'rsatib o'taman. Vizorga kirsanglar ko'rsatadi. Mana shuncha bo'lishi kerak minimalka summa. Hozir mening pulim kamroq. Ozgina o'yin o'ynab ko'tarishga harakat qilaman. Agar o'xshasa, mana yaqinda ham chiqargandim. Xullas, pasiyant chiqarib turibman, o'shaning uchun ko'pincha video qilganim yo'q. Hozir ozgina o'yin o'ynab ko'tarib ko'ramiz. Agar o'xshasa, ko'tarib undan keyin chiqaramiz. Taktika shu, o'zini qo'ygan taktikasi 100% ga qo'yib ko'ramiz. Ko'kka tushganda to'xtatishga harakat qilamizda. Shuni 500 qo'yib qo'yay. Juda ko'p katta pul qo'yilib ketdi o'z. Shotimda ham uncha katta pul emas. Xullas, biri 9 bo'ldi. Ko'kni bu tarafga o'tkazdik. Shunaqa to'xtatib o'ynasanglar plyusga yaxshi beradi. Agar pulni plyusga beravergan vaqti to'xtatmasanglar minusga tushirib qo'yishi ham mumkin. Tak 1.7. Ozgina qoldi. Xullas, mana уже 2 ham bo'lib qoldi-yu. Ozgina o'ynasinchi. Ikki bir qilaylik. Tak, biling. Sapshana keldi harcha. Ko'tarilib ketmadi-yu. Hozir bitta plyusga tushganda mana 2-1 bo'ldi. Xullas, endi chiqaramiz. Tak. Fozet-bay kasholokka chiqaramiz. Bu VPN'im ishlab turibdi. Hozir men pauza qilib turib VPN'ni o'chiray. Do'stlar, mana Fozet-bay kashologga o'tdim. $1.99 pulim bor. Ya'ni bu nimada? Endi bulardagi unchalik pul emas. Mana bu Ethereum saytida asosan pulim bor. $1 qancha? Qolganlarda ham bular kapeka. Bular yo'q hisobida bular. Xullas, hozir BNB mana bu. Hozir qaranglar. Mana buni bosamiz. Wallet bosamiz va BNBni birinchi o'rinda chiqaramiz. BNB mana shunday orqaga kelganda mana 3 ta chiziqchani bosamiz. BNBda mana shunchagina pul bor ekan. 3 ta chiziqchani bosib, depozit bu pul kiritish, withdraw pul chiqarish, bu yerdan chiqarish. Hozir biz depozit qilamiz. Depozit bosgandan keyin mana bu kopirovat qilib olamiz buni. Shunday saytga o'tamiz. Adashmasam saytdan chiqib ketadi. Mana BNBga kirdik. Endi mana bu 3 ta chiziqchaga bosib, withdrawga bosamiz. Xo'sh, bu yerga hozir olib kelgan adresni joylaymiz. Bu yerda o'zi avtomatik chiqib turadi. Yoki ustiga bosib tursanglar, o'sha withdraw chiqadi. Withdrawni bossanglar, o'sha u yoqdan olib kelgan adres bu yerga chiqadi. Undan keyin mana bu yerga tepada harflab yozib o'tirmaymiz.
pulimizni, mana bu shotimizni pulni. Xullas, mana buni bossak, o'zi avtomatik hammasi qo'yiladi. Mana qo'yilgandan keyin bu galochka o'zi uspешно bo'lib turibdi. Kapcha, o'zi avtomatik kapcha chiqib turib, valetni bosamiz. Уже mana pulimiz chiqib ketdi. Tepada qarasanglar, shotimda вообще 0 bo'ldi. Va mana pastda $1.25 o'tib borish kerak. Komissiya olmaydi, pending bo'lib turibdi. Уже 5 minutda tushib borish kerak. Xo'sh, ikkinchi hozir sразу yana boshqa saytdan pul chiqaramiz. Faucetpayga kiramiz. Litecoinga kiramiz. Hozir narx ko'tarildimi, nima bo'ldi? Уже 2 ta bo'libdi. 2 rubl bo'libdi. Narx efirimda narx ko'tarildi shekilli. $2 pul bo'lib turibdi hozir bu yerda. U tushib kelgan yo'q, hozir chiqargan pulimiz. Litecoin qani? Litecoin yoki Solana. Mana Solanani chiqaramiz hozir bo'lmasam. Litecoinda mana bu Solana. 3 ta chiziqchaga bosamiz. Bu ham xuddi o'shanday. Depozit. Buni ham shu stransani kopirovать qilib olamiz va saytga o'tamiz. Solana oldik. Buni ham mana shu 3 ta chiziqchaga bosib, Wizardga kiramiz. Va bu yerda minimalka 3 ta 0 dan keyin 2, 2,5. Hozir menda 6 bemalol chiqarsam bo'ladi. Wizard joyiga pulni qo'yamiz va mana bu max degan joyni bosamiz. Komissiya ko'ryapsizlar, yo'q. Galochka qo'yilgan Wizardni bosamiz. Mana chiqargan pulimiz уже ketdi. 0.95 sent bo'lar ekan. Ya'ni yaqinda chiqarganman mana buni ham. 11 kun oldin deyapti mana. 11 kun oldin chiqargan ekanman. 28 kun oldin, 1 oy oldin shunday pul chiqarganman-da. Xo'sh, bu ham pending bo'lib turibdi. 4 sekund bo'ldi chiqarganimizga. Bu ham tushib borish kerak. Hozir Litecoin ham chiqaramiz. Tak, Faucetpayga kiramiz. Hozircha pulimiz tushib kelgan yo'q. Valetga kirib, bu ham xuddi o'shanday nima qilinadi, tashlanadi. Xullas, Litecoin mana 3 ta chiziqchaga bosamiz. 3 ta chiziqchaga bosib depozitga kirib va mana buni kopirovать qilib olamiz. Hozir Litecoinga o'tamiz. Video shu 3 tani chiqaramiz, shu bilan to'xtatamiz. Kimda random sayti bo'lsa, menga tashab qo'yinglar, oldingi konkursni o'tkazish kerak. O'zim topmayapman, короче. Bunday Wizardga kiramiz va mana bu yerga adresni joylaymiz. Va bu ham maxni bossak, hamma pulimiz qo'yiladi. Xo'sh, uspешно bosamiz. Mana pulimiz chiqib ketdi mana 0. $1.68 bo'lar ekan. Pending bo'lib turibdi. Xo'sh, videoni pauza qilib turaman. Soat 17:11 kutamiz. 5-chislo. Soatdan pastiga qarasangiz 5-may. Hozir videoni 1-2 minut to'xtatib turamiz, pul tushib borguncha. Pul tushib borgandan keyin ko'rsatib o'taman, qancha vaqtda tushib keladi. Mana do'stlar, oradan qancha vaqt o'tdi? 11 ta o'tgan edi shekilli. 17-21 chislo 05 5-may. Chislo o'sha chislo. Yana fikr qilmangizlar, ertasiga video qilganmi deb
Xayollaringizga kelmasin degan maqsadda chisloni ham aytdim-da. Misol 19 minut oralig'ida mana uje tushib kelgan. Qaysi biri tushib kelgan hozir ko'ramiz. Hammasi ham tushib kelgan bo'lishi kerak. Tak, valetga kirsak. Mana efirimda bor edi. Undan keyin Litecoin chiqardik. Mana Litecoin $1.68 tushib kelgan. Xo'sh, yana BNB chiqarganmiz. $1.28 tushib kelgan. Solana chiqarganmiz. 3 dan oldin keyin 66 edi. Mana 100% pulni tushib kelgan. 0.96 sent. 95 ko'rsatgandi shekilli, 96 bo'libdi. Endi narx ko'tarilib tushayotgani uchun shunaqa 1 rubl, 2 rubl farqi dollarda 1 sent, 2 sent o'ynab turadi-da. Xullas 9 minut oralig'ida hammasi tushib keldi. $5.89 pul bo'ldi hozir. Nasib bo'lsa keyingi videoda Trompikdan keyin Tron King saytidan Light Kingdan chiqaramiz. Xullas yana shunday qilib 3ta nimadan pul chiqaraveramiz. Qaysida pulim yetsa undan chiqaraveramiz. Tron Kingda bor, Tron Peakda bor. Ularni ham keyin chiqarib ko'rsatamiz. Hozircha videoni tugatamiz.